borsalar, omonsalar. Qalıqlarım, yo'llaring omonmi? To'g'risi, mana bizga ham Yevropaga, Polshaga deydi shu Varshavaga qorni urgan oppoqqina bo'lib ko'chalarni ko'rasizlar, ko'rinadi. Alani ham yo'q, qamoqxona hech yo'q. O qarog'ina yotibdi mana shu. Bugun qalıqlarimni bir-iki gap aytmoqchiman. Jonlarim sizlarga. Agar eshitayotgan bo'lsanglar, shu sizlarga aytiladi. Men endi saligina shu siyosatga nima deydi, yurib keyin bir-iki narsa meni majbur qilganki, shu tarixni o'rganish kerak. Shu sen to'g'risi agar tarixingni bilmasang ekan, sen kimligingni bilmasang ekan, ko'p shuni tuhmatlarni tagiga qolaykansan. Yolg'on, shaytonlarni tagiga shu qilib ko'p narsalarga qolaykansan. Mana shular hammasiga sen javobing bo'lish kerak ekanda. Sen agar shuni javob bera olmading jonim, mana shu narsaga agar sen javob bera olmading, tamom jonim. Sen ustiga minib olay kallaki. Shu men mana shu bir-iki Badaxshonni xalqina, shu Tomirni xalqina bir-iki ma'lum bor ekan, shu tarix ma'lumlari bor ekan, bitta ikkita odamlar bor ekan. O'shalar qayerni qochibdilar o'sha nimadan, bitta ikkitasi allanroq kelgan. Bir necha yil bo'lar ekan shu yerlarga yashayotganlar. Bir ko'rishib qoldik bir odam sabab bo'lib. Keyin shu tarixdan gapirib qolganga, shu aynan shu qoraxonlik tarixlarini shu yerlarga kelib qolganga, shu qoraxonlik tarixiga bir pozitivda bir zo'r narsalarni aytib beradi ki ya'ni kulturasi qanday bo'lganini, razvitisi qanday bo'lganini, mana shu bu qoraxonliklar bu olganlarda bu 300 yil olganlar bu yerda, 1 yil 2 yil emas. 300 yil bu O'rta Osiyoni, bu bugungi Tojikistonni yeri, bu Samarqand, Buxoro, bu yerlar 300 yil qoraxonliklar hukmronlik qilganlar. Ya'ni 3 asr. Yani Somoni agar 100 yil, 90 yil, agar 99 yil qancha hukmronlik qilgan bo'lsa, qoraxonliklar 300 yil hukmronlik qilgan bo'lgan. Ko'p bir yaxshi gaplar eshitaman. Keyin shu men endi maydaligimdan shu eshitib kelganman-ku, shu narsani o'sha yashagan joyim mana shu yerda. Sizlar ko'chmanchisizlar, sizlar busizlar, sizlar mo'g'ulsizlar, sizlar shu og'izlariga siqqan gapni aytganlarda bosh o'zga. Biz ham indamay bilmaydik. Endi bugun ham men aytamanki, sizlar bilmaysizlar. Sizlarga har narsa aytadi. Men shuni sizlar bilishlaring uchun aytaman. Keyin bir-iki mana shu xo'janni odamlari ham основной joy o'sha nima deylik, mana shu mana bugungi kerakli joy Sholkoviy put, Targoviy put, bu Buxoro, Samarqand, Xo'jand, mana bugungi Almata, bu yo'llar bo'lganda bu yerlar. Ana endi qarang, shuncha yil hukmronlik qilgan bir xo'jalikdan men eshitmaganmanki, bizni mana o'zbeklar oldilar yo mo'g'ullar oldilar, bizni bilmayman o'ldirdilar, u qildilar, bu qildilar degan
tarix Xo'janga yo'q. Chunki bir xo'jalikdan ham gapirdim. Aynan shu tarix to'g'risiga kelganga qo'raqo'lliklar yo boshqasiga kelganga ko'p pozitiv narsalarni aytib beradilarki, xeyli strategiya bo'lgan endi siyosiy buni nima deydi urushlar bo'lgandaki xalq razvitisiga, xalqda alin ketishiga, xalq uchun qo'raqo'lliklar bugungi Xitoyda Sinziyanidan to Afg'oniston bo'lsa, Afg'onistonning bir qismi ham bugungi Afg'onistonning yerini bir qismi. Chunki nimaga bir qismi deganimda Badaxshon deganga, ya'ni ki bugungi Badaxshon biz Tojikistonni o'ylaymiz. Yo Darvoz deganga biz bugungi Tojikiston Darvozini o'ylaymizlar. Ya'ni bo'rlarni o'ylaymiz-ki, sho'rlar bo'lgan deb. Yo'q, bo'rlar emas. Bu Darvoz bu tomonga ham bu tomonga ham qolib ketgan. Badaxshon ham shundoq. Mana shular hamma yerlar, mana shu Badaxshon, Darvoz, bular hammasi 300 yil qo'raqo'lliklarning qo'liga bo'lgan. Mana bugungi Ko'lov deydi. Shuning uchun ham bu mana shu Xatlon joyda agar buni olib qarasang, hamma joylari mana Tut buloq, Uch buloq, Yetti buloq, Devchashma, Qo'rg'on, Ko'lov, Xovaling, mana Qo'yrog'och, Qorayog'och, bular hammasi qallig'i nomlarda. Baxlan agar buni qarab kelsang, hamma bular qallig'i nomlar. Hali mana bu Hulbuk to'g'risiga alohida kelib o'tamiz. Chunki Hulbuk degan narsa Tojikistonga bo'lmagan. Men buni endi aytmay turgan edim, aytaman hali bularni ham hammasini. Men xaritasi bilan qo'yamanki, Hulbuk Tojikistonga bo'lmagan. Bu yolg'on narsa. Bu Afg'oniston territoriyasiga Hulbuk degan narsa bo'lgan. Bular o'zlariga tarix yasash uchun mana shu narsalarni to'qib chiqardilar. Xulos, al bularning hammasiga kelamiz, asta-asta bir tomondan asta-asta kelaveramiz. Shular hammasi nima deylik, mana shu Taydan sariq futbolga ko'rinib qolibdi. Bular hammasi nima qallig'i nomlar, ya'niki turkiy nomlar desak bo'ladi, hozirgi olib qarasak. Bu endi turk, pors degan so'zga kelsak, bular alohida, bular endi bu uchun gapirib o'taman sizlarga. Va shu bular hammasi mana Xovaling bu Havolik degan joy, Ko'lov, Ko'lov, Qorayog'och bilasizlar, Qo'rg'on-tepa, Qo'rg'on nimani aytadilar, ya'niki o'sha maqbara, qabriston deydi, tepa. Bu Qo'rg'on-tepa degan mana O'zbekistonga ham unaqa joylar bu. Bular hammasi bular shu qalliqlarni, o'sha 300 yil qo'raqo'lliklar. Bundan avval 751-yil qalliq kaganati ham bu yerlarga nima bo'lgan, ya'ni olgan bu yerlarni Pachistiyam deydi, ruslar aytgan, Pachistiyam ular bu yerlarni olganlar. Pachistiyam emas, shu bugungi o'sha qo'raqo'lliklar hukm qilgan yerlarni olganlar bular. Bular 7-asrdan beriga to 13-asrga davr qo'raqo'lliklar hukmronlik qilgan bu yerga. Ya'ni qalliqlar, o'sha qalliq kaganatini balalari qo'raqo'llik davlati qilib davomini o'sha smena dinastiya deydi bu narsani. Endi bilmayman qanaqa qilib sizlarga tushuntirsam, o'zi qalliq tilni ham ancha yillar bo'lib gapirmaganim. Mana shu ya'ni nom alishtirdi. Qo'raqo'llik bo'ldi, kaganatdan qo'raqo'llik davlati bo'ldilar. Bular 300 yil bular hukmronlik qilganlar, qolganini 200 yil qalliq kaganati, 300 yil qo'raqo'lliklar. Ya'ni 500 yil hukmronlik qilganlar bu territoriyaga. Bular qalliqlarning yeri bo'lgan, iskonna. Bundan avval Xitoylarniki bo'lgan. Xitoylar viloyat qilganlar. Bugungi Afg'onistonning territoriyalariga, bugungi Tojikistonning territoriyalariga bundan avval Xitoylar bo'lgan. Xitoylar hukmronlik qilganlar. Xuddi mana shu Badaxshonni ham xalqi ham uchenga Xitoylarning viloyanisiga bo'lgan, Kitayskiy viloyaniga bo'lgan. Buni kelib olov bugungidek sen boyat böyle rahbar bo'lishing kerak. Bu narsa bo'lmagan. Shu 300 yil qo'raqo'llik davlatlarga ham qo'raqo'lliklar o'zlaridan borib bularni boshiga boshliq qo'ymagan. O'zlaridan boshliq qo'ymagan. Nimaga deganki, o'sha istoriyani ham agar ko'rib kelsak, biron joyga aytilmaydiki qo'raqo'lliklar keldilar-yu, misol Badaxshonni yoki
Darvozda yoki boshqa joyda oldilar-yu shohlikda alishtirdilar. Bular shohlik bo'lgan, shohigari bu qanoq desam sizlarga hozir. Mana bugungi hozirgi agar olib qarasak bir davlat desak, mana Tojikiston desak agar viloyati bu. Har bir viloyatda o'zini raisi bu. Shunaqa emasdi. Uchenga o'sha har bir narsani shohligi bor edi. O'zi keyin bu yangi asrga davr bu narsa bor edi. Xovaling shohligi yu, Darvoz shohligi yu, mana bu nima shohligi yu. Bular hammasi bular shohliklar edi. Bular shohliklar o'sha birta pravitelga qaraydilar, o'sha davlatga. Bular dolya topshiradilar, o'zlarining qonuni edi. Nima xohlasalar o'sha o'zlari edi. Faqat bular o'sha dan topshiradilar, dolya. Определенный pul topshiradilar, yo определенный xizmat qilaydilar. Bularga boshqa teginilmaydi. Tamom. Qoraxo'rliklar 300 yil shu davlatdorlik qilganga, hukmronlik qilganga bular tegmaganlar. Biron xalqqa tegmaganlar. Na bugungi Pomirdi xalqiga tekkanlar, na bugungi mana Xo'janni xalqiga tekkanlar, na boshqa joylarga biron joyda hukumatini ham almashtirmaganlar, biron joyda sistemasini ham almashtirmaganlar. Nabarot qoraxo'rliklar 300 yil qalliqlar bularni shu razvivatsiya qilishiga, ya'ni allin ketishiga mana so'g'dilar. Bular o'zi asli mana targovli inson desak, sizga endi ko'p narsani qallig'isiga qalliq tili da kitobi qolgandan boshqa narsasi qayerdan bilasan, nima biladi? Mana targovli qoraxo'rlik vaqtlariga so'g'dilarniki yana ki 10 barobarga ko'paygan. Qoraxo'rlik vaqtiga so'g'dlarni targovlilari 10 barobarga ko'paygan. 10 barobar, 100 barobar bularni targovli yo'llari bezopasni bo'lgan. Nimaga deganga? Chunki qoraxo'rliklarni vilyanisi, qalliqlarni vilyanisi katta bo'lgan. Har kim ham qalliq territoriyasidagi xalqqa, ya'ni uni millati nima bo'lsa bo'lmasa, u So'g'd edi, Badaxshon edi, Pomirlikda unga hech kim eshitma deya olmagan. Bu narsa So'g'dlarga katta imkon bergan, So'g'dlarga ki toki So'g'dlar Xitoy boshqa joylarga beproblema borishga. Ya'ni yo'ldan qaraqchi uradi, usoladi, vali oladi, ali oladi, haytal oladi, shoval oladi. Buni narsalar bo'lmagan. Chunki bular qoraxo'rlik davlatiga bo'lganlar. Qoraxo'rlik davlatiga bularga imkon katta bo'lgan. Yevropalar territoriyalariga chiqib bular sotib chiz olib kirganlar. Ya'ni ki bularni o'sha bezopasnostlari, bularni yo'llari ochilib ketgan So'g'dilarni. Agarki qoraxo'rlikdan alin So'g'dliklar mana bu yerdan bir boshqa joyga borish uchun yo'lga qaraqchi bo'lishi mumkin edi, yo'lga problema bo'lishi mumkin edi, o'ldirishlari mumkin edi. Endi yo'l edi. U zamonning yo'llari o'zi shunog'in xeli bir opasni bo'lgan yo'llar deylik. Endi qoraxo'rliklar olgandan keyin 300 yil So'g'dlar 10 barobar, 100 barobar razviti qilganlar. Ya'ni allin ketganlar, targovli, rimesli, bular o'tib ketganlar hamma narsadan So'g'dliklar. Bir So'g'dlik qoraxo'rlik davlat to'g'risiga tarixdan, asl tarixdan bir So'g'dlik xato aytmaydi, topmaydi. Aytmaydiki yomon edi, yo biz bilmayman och qoldik, susadik, yo bir boshqa narsa bo'ldik. Ya'ni bu darajaga davr qoraxo'rlik davlati qalliqlar davlat qilgan vaqtga bu darajaga davr adolat bo'lgan. Faqat dolya topshir, sen dolyangni topshir, tamom, senga hech kimning ishi yo'q. Ketavergin. Biron lishni propagandalar olib bormaganlar, biron narsalar qilib, chunki bularga faqat budjet kerak bo'lgan. Bular kelib So'g'diklarning tilini almashtirmagan, bular kelib So'g'diklarning uylariga kirib yashamaganlar, arablarga o'xshab, boshqalarga o'xshab. Bular kelib So'g'diklarning mollarini tartib olmagan, xalqning molini qoraxo'rliklar. Biron insonning molini olmagan, faqat pravitelniy urush bo'lgan. O'sha vlasni olgandan keyin bular avtomatik o'tganlar qoraxo'rlikka.
bularga million imkoniyatlar bo'lganki, sug'dliklar qancha allin targovliga ketish uchun. Chunki sug'dliklar eng qadim 2,5 ming yil tarixi bor sug'dlikda. Sug'd xalqini 2,5 ming yil tarixi bor. Bu eng ko'hna xalq. Shunchaki sug'dliklar katta imperiya bo'lolmaganlar. Mayda bo'lganlar, katta imperiya bo'lolmaganlar. Bosib olmaganlar, chunki bularga u intereslar bo'lmagan bosib olish. Bular faqat targovli yo'li bilan ketganlar. O'sha uchun sug'd bu bugungi bizda sug'dimiz, sug'dilar. Endi men bilan sug'dilar deyman. Chunki sug'dilar desam agar bularni 2,5 ming yillik insonlar deymanda tarixini. Agar boshqa nom bilan olib qarasam 300 yil bo'libdi bularga deysan. Tamom. Mana shu sug'diklar bugunga davr nolimaydilar-da bizdanki, misol bizni mana bu olli o'ldirdi, mana bu bunog'in qildi, busi bunog'in qildi. O'chaytira nasibi hajkina barodar azizim. Va dahani o'chaytida agar musulmon bo'shi hamma vaqt hamon xudovandi ki iymonish dori kalimai shahodat bitta doimo dar dahani modar eti zikri Qur'on bo'shi. Modar haqqi o'chayti niyati bad namikini. Mana shunog'in bardazodalar deydilar bularni. Bardazoda degani bularni kanizzoda deydilar. Ya'ni ki kanizzodasini o'zlaring bilasizlar. Qul, g'ulomzoda. Bular mana shu keyin bir guruh xalq bor bizda o'ravizga. Ko'rsang agar hamma vaqt harakati nimada? Mana shu Fors tarixi bilan turk tarixini urushtirishi. Bularni bu bir guruh mana shu bir bardazoda, mana shu bir horromzodalar bu. Bular. Bugun televizor, radio, boshqa narsa bularni qo'liga. Va bugungi aytayotgan gapimni o'zini maqsadi ham bu. Sizlarga xalqlarim. Nimaga deganga, sizlar bugungi o'sha g'ulomzodalarning xizmatgori bo'lgansizlar. Bu g'ulomzodalar o'sha vaqtiga o'sha bilmayman kim kelgan bo'lsa o'sha xotinlarni zalojnik olgan, o'shanda qardan olgan xotinlar bo'lsa zalojnik, ulardan farzandlar tug'ilgan, ular tug'ilgandan keyin ular katta bo'lib o'shalarning armiyasiga qo'shilib, keyin ular asta o'sha armiyalardan keyin kelganlar bo'rlarga. Bo'rlarga kelgan ular turqiga qarasang, turqi Forsga o'xshamaydi ular. Ular turqiga qaragin bilasanki Fors emas ular. Ular o'sha boshqa horromzodalar. Bugungi hukumat qilayotgan o'sha Tojikistonga bugungi o'shalar horromzodalar, bardazodalar ular. Ular kanizzodalar. Bugun shu uchun ham shu aynan qalliqni, laqaydi, mana shu faqat qarga olib borib qo'yadi, addelga, o'sha militsiyaga, voyeniga va sizlarga bugun o'sha shanslar beriladiki, sizlar mana ke general bo'l, ke polkovnik bo'l, ke boshqa narsa bo'l, u bo'l, bu bo'l. Nima uchun? Sizlarni bugun ishlatadi, sizlarni bugun nima qiladi? Sizlarni qo'li bilan bugun sizlarni o'tgan tarixlaringni jazr qiladi. Busi bir. Ikkinchisi, bugun sizlarni dushman qiladi mana shu o'z yerlaringga, o'z xalqlaringga, nima sug'dlik bo'lsin, nima badaxshonlik bo'lsin, nima xatlonlik bo'lsin, o'z asli muqim xalqi 6-7, 5-asrdan kelayotgan xalqlar. Bu oralaringa yangilar bular. O'zlarini tojik deydi, bular tojik emaslar o'zi. Bular yangilar, bular tozilar. Mana shu tozilar bugun sizlarni nima qiladi? Bugun sizlarni general qiladi, polkovnik qiladi, ishlayapsizlar. Sizlarni qo'lingdan bugun ko'p katta bir zarba beradi bu vatanga, bu yerga. Sizlarni iskonna yerlaring, sizlar bu yerda tishlaringdan ushlab. Nima xo'jalik bo'lsin, sug'dlik, nima
xo'mirlik bo'lsin, bular bilan birlashib tishlab yerda ushlashlaring kerak. Mana bu kanizzodalarga, mana bardazodalarga sizlar sotilmanga, o qaliqlar. O laqaylar sotilmanga. Bular sizlarni aldatyapti, bular bir guruhlar. Bular endi shu nima deydi? Bular doim o'sha azaldan mana shu ko'zlari shu olish edi. Endi bular bir qismatlari bilmayman, bizda endi ularni aytib chiqsam albatta xafa bo'lishlari mumkin endi bir xil insonlar. Bir qismlari bizlarni boshqa narsa bilan bugunga davr alatib kelganlar. Hali bir sana bizga qaliqlarga piram bo'lib yotgan o'ral men bo'lsam agar men keyin u pirni keyin o'g'illarni chaqirib yig'ib qoni men o'sha pir to'g'risiga men ko'p istoriyalar bilaman. Qo'l men bir savolga javob qilmoqchiman. Sen qayerdan kelding o'ylaysan men boshima? Kimsan sen o'zing? Qanog'an pirsan sen o'zing? Pir nima o'zi? Qayerdan kelding sen? Nima uchun sen qaliqlar molini olasan har vaqt? Nima uchun qaliq senga xizmatkor bo'lish kerakdi? Mana bu narsalarni men pirlaring tartib turib ana o'rtaga qo'yib, men pirlaringni ham ko'tini ochib beraman kimligini. Bu ham bir afirizm, bir set, bir mashenik. Sizlar salomatliklaringga kofe ichayapman. Bu ham o'ylaysizlarga bir mashenik, bir afirizm, bir set. Mana shu pirbozlik ham bir set. Katta bir setki o azaldan meni seni boshingga kelyotibdi. Seni shotingdan yashab yuribdilar qancha insonlar. Bu alohida jonlarim. Bu endi bularni almay alohida chiqaraman. Bular kimlar o'zi, nimada, nima emasdi. Bular mana bular uchun, mana bardazodalar uchun sen kofir bo'lasan, bu bardazodalarning fikrini qabul qilmasan. Sen bu bardazodalarning fikri bilan ketishing kerak. Bo'lmasa sen kofir bo'lasan. Tamam, yo'qol deydi. Sen do'zax bo'rasan, Xudo seni u qiladi, Xudo seni bu qiladi. Bular sizlarni mana shuni qo'rqitib olib keladi. Bular sizlarni mana shuni qo'rqitib olib keladi. Bu bardazodalar. Bularning fikridan sen kofirsan, tamam, ketding sen. Sen mana shunoq deb tuhmat qilib qo'rqitadi. Shuning uchun jonlarim, bugun sizlar ishlayapsizlar, bugun sizlarni bilaman o'sha sizlarni allatu aqqa tiqiyotdi, baqa tiqiyotdi. Bu bardazodalar mayli, mana do'zax meram. Tibram 5 ta ham arabitda tibra, 5 ta arabit bira. Zaybatka den monet. Ina shularda, mana o'sha uchun jonlarim, sizlar o'zlaringizga ehtiyot qiling. Bugun maksimal men sizlarga aytamanki, bu o'yindan chiqing. Bu o'yindan chiqing. Bu o'yinga berilmang. Agar o'zlaring quvvatlaring ko'ring, qanchasizlar qaliqlar, laqaylar, agar ko'ring. Qo'llaringdan kelsa alishtirish. Bu 4 ta mana shu bardazodani ushlab mahkamlash. Agar qo'llaringdan kelsa, sizlar o'z tarixlaringga, o'z millatlaringga, o'z vatanlaringga, o'z vataningdagi insonlarga xizmat qilgan bo'lasizlar. Tarixiy inson bo'lib qolasizlarki, sizlar o'z vatanlaringni mana shu 4 ta arabni siydigidan bo'lgandan qutqazasizlar. Bular arabni harom siydigidan bo'lganlar. O'sha uchun jonlarim, sizlar sotilmanga bu narsaga. Men sizlarga to'g'risini aytaman. Sizlar sotilmanga bu narsaga. Bular o'sha arabni harom siydigidan, o'sha harom o'sha nimasidan bo'lganlar. Bugun bular necha ming yillar o'tayotibdiki, bular mana shu Osiyoning xalqini urushtirdilar, taladilar, yedilar, tilolarni bobolari, o'sha bobokotalari o'g'irlab ketdilar bular. Qancha mana o'rislarga o'xshab. Bular foydasi tegmagan bu yerga. Bular bugunga davr bu padanalatlarni ziyonlari tegadi. Mana shu o'shalardan qolib ketgan qurti qumusqalar bugun, mana o'shalardan qolib ketgan o'shalarni harom siydigidan bo'lgan qurti qumusqalar bugun faqat televizorda ham qara, boshqa joyda ham qara, nima deydi? Bizni Chingizxon qilib, bizni bo'lmasa nima uchun buni qiladilar? Bizni turklar bu qildi, bizni turklar qo'ymadi. Bilasizlar nima uchun? Bular xohlaydilarki, mana shu turkdan mana bugungi Osiyoni porslarini nima qilsa, urushtirsa. Bir-birini orasiga
nafrat ko'tarsa. Bularning vazifasi shu o'zi. Bular mana shunoq qilib, oralarga xalq oralariga urush qo'ydirib, yolg'on tarixlarni yozadi. Non ursin yolg'on tarixlarni yozadi. Men o'sha 90% tarixini-ku asl tarixlarni olib kelib qo'yaman. Kelsin qaysi gapiradi meningdan tarixni. Ki yolg'on aytayotsan sen. Yolg'on. Faqat yolg'on joyini, faqat tuhmat o'zlaridan mana shu bir jertva qilib Osiyoni mana shu Fors xalqini bir jertva qiladi-yu, boshqa insonni bir zolim qilib ko'rsatadi. Mana shu xuddi mana shu bardazodalar. Shuning uchun yo'llarim sizlar xizmat qilmanglar bularga. Yo'llarim sizlar bularning g'ulomi bo'lmanglar. Bular sizlarni yaxshi yo'lga boshqarmaydilar. Bularga bugun ishonib sizlar hali erta keyin qattiq pushaymon yeb qolasizlar. Maksimal darajaga o'ylaysizlarga o'zlaringni uzoq tutinglar bu narsalardan. Maksimal darajaga o'ylaysizlarga o'zlaringni uzoq tutinglar. Bormanglar. Mana shu ishlab turib borib bilmayman bir joyga sizlarni ija prikaz ay bixi janob yoli namedon yo general mon prikaz do desta farmoni janob yoli ay davay birin ujara bizanen bikishen bijiqin naxi sizlarni mana shuni qilib sizlarni qo'lingdan sizlarni allati o'zlari hukumat qilib kelyapti. Sizlar faqat mana shu yomon jazir ishlarni qilib kelyapsizlar bugun. Sizlar bugun allaqat insonni chap qo'li bu-ku chap qo'l. Sizlar bugun o'sha hukumatni chap qo'li sizlar. Insonni chap qo'li nima ishni butkazadi? Bilasizlar sizlar? Ha? Yo'q. Faqat ko't tozalaydi. Chap qo'lingdan ko'tingni tozalaysan. Chap qo'lingdan o'sha totog'ingni ushlaysan. O'sha chap qo'lingdan totog'ingni qirasan. Qarga bir g'aj deyishing bo'lsa, o'sha chap qo'lingdan bilmayman bir shu nima ish bo'lsa, shu yerga biron jazir narsa yotgan bo'lsa, agar biron g'aj narsa yotgan bo'lsa, o'shandan ol desa, birontalaring o'sha rost qo'llaringdan ushlamaysizlar. Nima qilasizlar? Chap qo'lingdan biron cho'v olsan qo'lingga ham chap qo'lga olib turib o'shani nara qilasan. Nima uchun deganga? Chunki chap qo'l faqat jazir joyga ishlatiladi. O'ng qo'l agar bilmayman bir toza narsaga ishlatilsa, chap qo'l faqat jazir joyga yo straxovkaga ishlatiladi. Bir narsani olaman desang, ushlab turish uchun chap qo'ldan ushlaysan, keyin rost qo'ldan u narsangni olasan. Shunaqa emasdi? Sizlar bugun jonlarim, laqaylarim, xalqlarim mana bu hukumatga sizlar chap qo'l bo'lgansizlar. Bir narsani olish uchun avval sizlarni allani taraydi. Keyin o'zi nima qiladi? O'zi oladi kerakligicha. Shu uchun aytayotmanki, o'ylaysizlarga mana shu maksimal harakat qilingan o'ylaysizlarga ki shu chig'inga ishda. Agar chig'olmasanga mana shu harakat qilinganki shu narsani aylansin. Harakat qilingan shu narsani perevorot qilingan bu 4 ta bardazoda dushman, bu xalq dushmanini, bu vatan dushmanini yo'q qilingan, ushlangan. Bugun eng zo'r narsani ko'rsatay sizlarga. Bugun bizda qarang. Eng zo'r bir shuni joylarni bir xil vaqt yaxshi ko'rib qolaman o'zi. Bu narsani yoki chig'inga bu o'yindan sizlarni ishlatmasin. Sizlar chap qo'l bo'lmanglar jonim, faqat ko't tozalashga kerak bo'lsanglar. Chap qo'l faqat ko't tozalash uchun kerak. Bugungi qalliqlarim, laqaylarim sizlar mana shu sizlarni olib kelib turib hukumatga ishga qo'ygan o'zlaricha, "O, sizlar tibbiyot davay, politsiya bo'l, u bo'l, bu bo'l" deydi. Nima qiladi sizlarni? Sizlar faqat g'aj ishga buyuradi.
Sizlar chap qo'l bo'lgansizlar bugun. Faqat ko't tozalaysizlar. G'ajlikni tozalaysizlar. Ko'chani ham bir odam supursa agar o'sha shuncha musori to'plansa shuni olish uchun qaranga rost qo'ldan olmaydi. Enkaydi chap qo'ldan olinar ataylaydi. Sizlar mana shu chap qo'l bo'lgansizlar. Bugun jonlarim sizlar chap qo'l bo'lmangan. Bu narsani yaxshi o'ylab ko'ring. Aytayapman-ku, agar tushunmagan bo'lsang ham meni gapimni yoki mana bu gaplar aytib bo'lmaydi. Aytsang yomon tegib ketadi, boshqalarga ham yomon tegib ketadi. Axir o'zlaring tushunib oling. U tomonlarni o'zlaring yaxshilab tushunib olingki nimadir. O'shaning uchun agar tushunmagan bo'lsanglar, ikkinchi marta qaytarib tomosha qilingan mana shu videoni ikkinchi marta ko'rib chiqinglar. Tushunishlaring mumkin ikkinchi martaga. Ikkinchi marta ham agar tushunmay qolgan bo'lsanglar, uchinchi marta ham imkonlaring borki shu narsani ko'rib chiqishga. Ki tushunishga shu narsani bir tushuningada deyman. Uchinchi martaga ham tushunmasanglar, ko'ravering, asta-asta tushunib olasizlar. Men nima deganlarimni. Imkonlaring tushunish uchun bu. Faqat bu narsa nima kerak shu hala jelani kerak deydi-ku, jelani. Agar jelanilaring bo'lsa tushunish uchun sizlar tushunasizlar. Agar jelani tushunishga bo'lmasa, sizlar tushunmaysizlar. Shuning uchun necha marta ko'rsang jonim bu senga o'shancha yaxshi, o'shancha foydasi bu. O'shancha yaxshi tushunasan. Shuning uchun qalig'im, men seni aytaman, ishlamagin, bu sistemadan chiqqin. Qancha agar imkoning bo'lsa, o'shancha vaqtliroq chiqqin. Chunki bular qancha chichkan bo'qi bo'lsa, seni boshingga uradilar. Bular tuhmat qiladilar. Bular faqat mana shu tuhmat qilib xalqning ichiga asta-asta hukumatga davr etib keldilar bular. Asta-asta etib keldilar. Bular birda bu hammasi plan edi, plan. Mana shu oraga asta-asta oloq qo'yish, mayda-mayda turk porsni urushtirish, yolg'on tarixlarni to'qish, nafratlar to'qish bularning ishlari edi. Bular shu asta-asta o'zi nima bo'ldilar, muvaffaq bo'ldilar. Chunki sen xatolar qilding. Bugun sen o'shalarni qo'liga ishlayotsan. Bugun seni qo'lingdan xohlagan ishini bajarayotibdi. Sen chap qo'l bo'lding bularga. Chap qo'lga o'sha faqat ko't tozalashga, jazirlik joydan tozalashga senga zvani berib qo'ydilar. Senga bilmayman, kabinet berib qo'ydilar. Bo'lmasa bular hammasi bir gruppalar, bir maqsad bu. Yo'q qilish, urush qildirish, qancha xalq orasiga urush bo'lsa, qancha xalq orasiga bir-biriga yomon ko'rish bo'lsa, agar bular uchun выгодно. Bular sizlarni urush qo'yadi. Qaranga bir gaplari bu. Xususan mana shu bardazodalarning gaplari nima deydi? Xo'jaliklar tojik emaslar, bular mo'g'ullar. Mo'g'ullar kelib bo'rlarni olganlar, erkaklarni hammasini oqta qilganlar. Xotinlarni olganlar, balalarni, yoshlarni hammasini urushga yuborganlar. Bular hamma xotinlarni olib, bular mo'g'ullarni taralganlar, bular mo'g'ullar deydi. Ya'ni bular 4 ta bardazoda Xo'janni xalqini mo'g'ul deydi. Bular o'shaning uchun mo'g'ullarga o'xshaydilar deydi. Bo'lmasa asliga o'zi qarasang agar bu O'rta Osiyo, bu territoriyalar bular hammasi ana bular o'zlari mana shu bugungi tur, bugungi ko'rinib turgan mana men, sen, mana Xo'jan, o'zbek, qozoq, qirg'iz bular o'zlari o'sha o'xshashliklari bu. Chunki bu istoriyadan keladiki,
bularni o'sha allingi predkalari mana shu Xo'jandni xalqini, Sug'di xalqini allingi 2000 yil allin predkalari qanog'in bo'lganni. Arabga o'xshamagan 2000 yil allin predkalari mana shu bugungi chertalitsolari boku mana shunog'in bo'lganlar. Mana bular nima deydi? Bular tojik emaslar deydi. Ko'ryapsizlar? Bular mo'g'illar deydi. Bularga tojik qoni yo'q deydi. Bular mo'g'il deydi. Shu uchun ham bugun Xo'janni mana shu ahvolga olib kelganlar So'g'di. Bularni mo'g'il deydi. Bularni tojik demaydilar. Ya'niki bular tojik emas, bular mo'g'illar deydi. Bilasizlar shuni. Shuning uchun jonlarim, sizlar o'zlaringni ehtiyot qiling bu haromzodalardan, bu o'sha arab disiydigidan bo'lganlardan ehtiyot qiling. Qalliq, laqay qaysing bo'lsalar jonlarim, shu hukumatga ishlaysizlar. Chiqing maksimalna, kerak emas bu narsa. Agar qilolsang, generallar bo'lsang, boshqalar bo'lsang, qilolsang, ushlang bu haromzodalarni. Bu haromzodalar bugun Tojikistonda o'sha yerda, endi Tojikiston nom bor yerda, bugun bular qonga aylantirdilar. Bugun bunga motamxonaga aylantirdilar. Bugun o'rga hayvonlar o'sha daralarga, tog'larga yashaydigan hayvonlarga joy qolmadi. Hammani bular nafsibat. Bilasizlar, hech vaqt asl Forsni nafsibat bo'lmaydi. Qarasang agar asl Fors nafsibat bo'lmaydi. Shu 70 yil xo'jaliklar hukumatga turdilar, upravlat qildilar. Yaxshi qarab turing. Shular nima qildilar eshitdimi? Bu nafsibadlik o'sha arab disiydigidan o'shalarga nafsibadlik bu. 7 ta xotin ol, 44 ta xotin ol, 72 ta hur beradi, ana u beradi, bu beradi, tilo beradi, qasr beradi. Qasring u dunyoga boshqa u qasrni u yeysan, ichasan, kaklik beradi, baliq beradi u dunyoga. U dunyo qo'l bu nafsibadlik mana shulardan. Mana shularni nafsibat. Shuning uchun bu narsalardan, bu nafsibadlarni ko'rsang agar, ehtiyot qiling, darrov bilingki, bu arabni siydigidan bo'lgan. Bu boshqa siydigidan. Uni darrov biling. O'shaning uchun bugun Tojikistonda tog'lar qolmabdi. Bechara bir inak, bir mol, bir qo'y chiqib o'tayay desa, yo'q. Kimniki? Ana bu falon raisniki, ana bu Emomalining anavsiniki, qudasiniki, mana bu businiki, mana bu Emomalining ammasini, xolasini, jiyanini, tog'asini, o'g'lini, qudasini, kelinini, ammasini, qudasiniki. Bacha bir qarish yer qolmabdi, mol uchun yer yo'q. Mol yashashga Tojikistonga qiynalyapti. Hali-ku inson nara tursin, molga yashashga joy qolmadi. Bular mollarni ham haqini tartib oldilar. Bular nafslari to'ymaydi. Bu ko'z degan narsa bularga, chunki bularni qoni buzuq, bularni qoni to'ymaydi. Bular to'yish degan narsani bilmaydi. Bir tasi Hoji Mirzosani qarab o'tirgan. Qancha sadaqa bergan yo'q demaydi. Shu Tojikistondan hamma xalqi o'chirat turib qo'liga sadaqa beraversin-ku, aytmaydi, bo'lib basti, keling jonlarim, mana men bu pulni 1 yil 2 yil yeyman bergan pullaringni. Bo'lib baxnol bu boshqa odamga bergan degan narsa yo'q. Qancha bergan oladi? Yo'q deyishni bilmaydi. Bularga yo'q degan kalima yo'qda, to'ydim degan narsa yo'q. Aytamanki, eshak bechara bugun yayilishga yeri yo'q. Eshakga qaboraman desa, valini yerga kirding deb uradilar. Baqa boraman desa, sen alini yerga kirding deb uradilar. Aqa borsa, sen shovalini yerga kirding deb uradilar. Eshak o't yeyishga bechara hayron qolgan, qardi yeyay deydi. Businiki, busi Emomaliniki, busi ammasiniki, busi xolasiniki, busi tog'asiniki, busi palon raisniki, busi palon raisniki, qardan men yeyay deydi-da. Eshak bugun o'ylanib qolgan Tojikistonga, odamlar tursin. Mana shunga sizlar o'zlaringni hissalarini qo'shib kelyapsizlar qalliqlar. Mana shu amniyatga ishlab, boshqa joyga ishlab, ular olyotibdi, sizlar qorovullik qilyapsizlar ularni. Janubiy oliniki ekan, buni qarash kerak. Businiki ekan. Sizlar chap qo'lsizlar, faqat chichgandan keyin ko'tni sizlar bilan tozalaydi. Tamom. Bir joyda jazir qilib qo'ysa, sizlar tozalab berasizlar. Shuning uchun jonlaring omon bo'lsin. Yaxshi o'ylab chiqing, aytaman-ku, 5-6 marta ko'rsanglar shu videoni yaxshilab
Bu tomonni o'zlaring tushunaverasizlar. Yo'llaring omon bo'lsin yo'llarim, hammalaringni. Bor bo'linga qarab bo'lsanglar. Neki tarixlaringni o'qinglar. Qoraxon tarixi, Qalliq Kaganat tarixini, Qoraxonlik tarixini, bular hammasi qalliqlar. Nomlari almashgandan bular qalliqlar. Yaxshilab mana shu Qalliq tarixini ko'rib chiqinglar va keyin so'rab chiqinglar. Qoraxonlik davlatidan bir dona Badaxshonlik topasizlar ki aytsak, yo yomon edi bu vaqtlar. 300 yil biz yomon yashadik deb. Yo bir dona xo'jalikni topasizlar so'g'dlikdiki, shu Qoraxonlik davlatini aytsak, yo bu yomon davlat edi deb. Yo'q. Faqat bu narsani arabni siydigidan bo'lgan ana shular urush qo'g'zash uchun turk bilan forslar orasiga urush qo'g'zash uchun aytadi. Sog' bo'linglar senga, hammalaringga qallig'im, laqayim, yo'llaring omon bo'lsin, boshlaring toshdan bo'lsin. Ana shu tosh bo'lgan boshga aql bo'lsin. Aql. Aql bo'lmasa agar sizlar mana shu chap qo'llak faqat ko't tozalash uchun, chichgandan keyin bo'q tozalash uchun kerak bo'lasizlar. Bugun sizlar mana shu chap qo'lli rolini o'ynab yurgansizlar. Sog' bo'l. Yuvor qalliqlarga.